Toyota'ga 600 zlot to'layapsiz haftasiga. Har hafta 600 zlot. O'zi Toyota nechi pul turadi mana shu? Bu 2005-yil chiqqan Toyota ekan. Minilgan, yillab minilgan. Bu 10 mingdan 15 ming zlot orasida turadi. Kelishingizga qarab. 15 ming zlot tursa siz bir oyda misol uchun 2400 zlot beraveryapsiz-da. Siz 6 oyda bu mashina pulini beraveryapsiz ekanda. Nimaga uncha qimmat arenda? Ya sug'urtaga ko'p pul ketadi, to'g'rimi? Sug'urta bor, taksiga sug'urta qimmat. Bu birinchidan. Ikkinchidan mashina gibrid. Ham gazda yuradi, ham elektrda, ham benzinda yuradi. Ha. Avtomat mashina. Ha. Shuni hisobiga ham qimmat arendasi. O'z mashinada o'zi olsa, keyin taksi qilsa, bemalol ancha yaxshi daromad ko'radi, to'g'rimi? Juda zo'r xona. Chunki hozir siz juda ko'p bunday hisoblasa haftasiga $150 arendaga beraverasiz-da. Shuni oddiy arendaga beraverasiz $150. Shunaqa joylari ham bor Polshada. Pul topish ham oson emas. Ko'p soliqlar to'lash kerak bo'ladi. Pulni ketish ham oson lekin. Ha. Topishga nisbatan ketish ham. Shu har doim yaxshi tarafini ko'rsatirmasdan, yomon taraflarini ham ko'rsatib qo'yaylik-da.